Shu kunning o'zida prezidentimiz dori vositalari va tibbiy jihozlar muomalasini tartibga solishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ushbu hujjat bilan aholini sifatli, xavfsizligi va samaradorligi kafolatlangan dori vositalari va tibbiy jihozlar bilan ta'minlash bo'yicha yangi mexanizmlar belgilandi. Unga ko'ra, 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab mazkur farmon kuchga kirgan sanaga qadar Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ro'yxatiga kiritilgan tartibga soluvchi organlar, Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining global taqqoslash vositasi bo'yicha 4-darajali yetuklikka ega bo'lgan tartibga soluvchi organlar tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan dori vositalari O'zbekiston Respublikasida tan olish orqali davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan imzolangan dori vositalari va tibbiy jihozlar muomalasini tartibga solishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bugungi kunda shu farmatsevtika sohasida yig'ilib qolgan bir necha muammolarni hal etdi. Birinchi o'rinda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining dori vositalari respublikamizda oson tan olish yo'li orqali ro'yxatdan o'tkazish belgilandi. Shu bilan birga ushbu farmon bilan dori vositalari va tibbiy buyumlarni ro'yxatdan o'tkazish va sifat nazorati sertifikatlashtirishda tibbiy jihozlar uchun ISO 13485 milliy standartlarini joriy qilgan holda ularni sifati, samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ko'rildi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab tibbiy buyumlar va tibbiy texnikalarning muomalasi yangicha tartibda amalga oshiriladi. Bunda tibbiy buyum va tibbiy texnikalar tibbiy jihozlar sifatida davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Tibbiy jihozlar inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan potensial xavflarni hisobga olgan holda 4 ta xavfsizlik darajasiga ko'ra tasniflanadi. Tibbiy jihozlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish inson hayotiga potensial xavfni inobatga olgan holda tabaqalashgan talablar asosida amalga oshiriladi. Tibbiy jihozlar klinik tadqiqotlarning ijobiy natijasi asosida davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Ochiq muloqot doirasida tadbirkorlarimizdan kelib tushgan takliflardan kelib chiqqan holda tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun ushbu faoliyatni xabardor qilish orqali faoliyatni yuritishga imkoniyat yaratildi. Oldin bu dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan birgalikda litsenziyalangan faoliyat turi bo'lgan va endilikda tibbiy jihozlarni chakana realizatsiya bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari bu vakolatli organni xabardor qilgan holda faoliyatini yuritishga imkoniyat yaratildi. Shuningdek, 2026-yil 1-yanvardan boshlab mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilar dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va ro'yxatdan o'tkazganlik guvohnomasining amal qilish muddatini uzaytirish uchun zarur ishlab chiqarish amaliyoti GMP milliy sertifikatiga ega bo'lishi talab etiladi.